Do'stlar, ko'pchilik kriminal hayotda yashash qiyin deb o'ylaydi. Bu haqiqatmi yoki yolg'on? Buni hozirgi videoda aniqlab olamiz. Hammaga hello, Grand Mobile ixlosmandlari. Mana bugun ko'pchilik talabiga binoan kriminal hayotga tez va oson chiqishni o'rgataman. Do'stlar, agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, pastdagi podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Aslo afsuslanmaysiz. Grand Franklin kanali har doimgidek xizmatingizda. Qanunda biz boshladik. Bolalar, biz mana kriminallik uchun eng kerakli narsalardan biri bo'lgan qurol olish uchun magazin Orужиеga keldik. Orужие magaziniga keldik. Bu yerdan biz qurol olamiz va kriminallik ishlarini boshlaymiz. Bu yerga kelish uchun mana arzamasini yozuvning tagrog'ida 3 ta uyning tagida mana bu yerda qizil narsa qo'ydim. Mana shu joyda kelasizlar va ichiga kiramiz. Ichiga kirish uchun 5000 rubl so'raladi, uni to'laymiz va chap tarafda eshikdan kiramiz va tovar sotib olish bo'limiga kelamiz. Bu yerdan AK-47 ni iloji boricha ko'proq olamiz. Qancha ko'p olsak shuncha yaxshi. Bu yerdan chiqamiz. Endi ryukzakka kiramiz va 3-chini bosamiz. Bu yerdan AK-47 foydalanishni ustiga bosasiz. 775 ta o'qim bor ekan. Foydalanishni ustiga bosib, eng pastroqqa tushirib 100 ta o'q qilinglar bolalar, bo'ldi. 100 ta o'q qilasizlar va olishni bosasizlar. Bo'ldi, endi biz kriminallik ishlarini boshlaymiz. Mana bu birinchi bizning qoramag'odimiz bor bo'lib ketdi. Yo'lda ko'rgan odamni yo'q qilamiz bolalar. Mana odam qidiramiz. Bolalar hozir qayerga ketyapti bilmayman. Hozir bu bolani qurolni olamiz, o'ldirib apogida ishlar ekan, chunki qurol bo'lishi kerak bu bola. Ketib qoldimi? Bola ketib qoldi-yu. Hech qisi yo'q, boshqa odam topamiz endi. Men bola nima qilyapti? Yoniga boraylik. Bu ham ketib qoldi. Hozir toparmiz. Mana bu bola. Bu bolani otsak bo'ladi. Nima deydi bu? Qaravoring deymi? Qaramayman senga, osib tashlayman seni. Bola degan. Qochib ketdi-yu, qo'rqoq. Hech qisi yo'q, mashina olaveramiz endi biz. Mana bolalar, biz Stankaga keldik mashina olish uchun. Bu yerdan bizda Lamborghini Aventador mashina bor ekan. 13 soatlik yoki kunlikni mashinani ochib olamiz. Va endi kriminallik ishlariga qo'lga ketamiz. Hozir biz APGni bosib olamiz bolalar. APGga hujum. Bilaman hozir. Odamlar ham bor ekan APG. Nima qilyapti u mashina? Bosib o'tiraman hozir. Nima qilyapti ular? Ahmadjon Nemos. Otyapti bolalar. Javob otyapti. O'ldiraman deyapti. Ketamiz bolalar, aptechka olamiz. Bolalar, keyin aptechka kerak bo'ladi bizga. Aptechka keyin yana bir narsa kerak bo'ladi. Buning uchun magazinga borishimiz kerak. Magazin bizneslardan magazin 7 ga bosamiz va Orужие magazinga ketamiz. Mana faqat videoda bor. Bolalar, biz magazinga kelib oldik. Endi bu yerga kiramiz. Kirish bepul ekan, tovar sotib olishga bosamiz. Bu yerdan aptechka olamiz. Iloji boricha 10 ta olinglar, 15 ta olinglar. Keyin niqob olamiz. Niqobdan 3 ta olinglar yetadi. Keyin ta'mirlash to'plami olinglar. Bundan ham 3 ta. Mashinanglar buzilib qolsa, tuzatish uchun juda kerak bo'ladi bu narsa. 3 ta olamiz, bo'ldi. Endi bu yerdan chiqamiz. Mashinani tuzatib olinglar. Nima bo'lyapti? Nima? Bug bo'lib qoldi-yu bu.
Bolalar shunaqasi ham bo'lib turar ekanda. Endi kasalxonadan chiqamiz endi. Qani ketdik unda. Do'stlar, mana biz kasalxonadan chiqib oldik. Endi kriminal ishlarga olg'a boramiz. Mana bu yerda bir ikkita bola turibdi. Buni birinchi o'rinda niqobni taqib olinglar bolalar. Niqob qayerda edi? Niqob qayerdasan? Niqob. Mana 4-da ekan u bola. 4-da men bu niqobni bosasizlar, foydalanishni bosinglar bo'ldi. Mana kiyapti niqobni. Mana yuziga taqdi. Bo'ldi. Endi biz adminlar usha olmaydi. Mana nima qilyapti bular endi? Tortishyapti. Bosib tashiman hozir bilan qurolni bosib yuzta qilib olinglar bolalar yetadi. Mana qochib nima qilyapti? Qochyapti-yu bu. Qanday qochyapti? Hop, men buni osib tashlaymiz. Bo'ldi, bolalar pishdi bu. Mana uni endi topib o'ldirib tashlashimiz kerak bolalar. Izidan quvamiz endi. Men bo'lani qarang. Ko'z ko'rda bunaqa bolalarni bolalar. Mana ikini osib tashlayman buni. Afk turib olmasa bo'ldi endi. Mana aytganimdek bolalar afk turib oldi. Afk tursanglar bolalar sizlarni hech kim ota olmaydi. Afk turish uchun xaritani ichiga kirasizlar bo'ldi. Qachon endi bu o'yinga kiradi bu? Lekin bolalar ba'zi bir kiradi bu. Qachon bo'lmasin hozir kirsa kerak. Ba'zi bir o'ldiraman, qocha olmaydi mendan bu. Mana ko'rdinglarmi? Onlayn bu bo'ldi. Hozir bosib o'ldiraman. Bo'ldi bolalar. Guvoh yo'q endi ana. Men bu bola nima qilyapti? Walker Cross. Bekorga aralashdi-da bu bolalar. Walker Cross. Buni ham yo'q qilishga to'g'ri kelyapti endi. Qani bosib tashlamasam buni. Qatga qochyapsan? Qurolni osib tashlaganim yaxshimikan? Bosib bo'lmayapti-yu bu bolani. Bitta joyda turmayapti. Hozir osib tashlamasam buni. Nima qilyapti? Bo'ldi, bola ketdi. Kerak emas bu bola. Qurol oling. Ketdi endi. Nigina o'lib yotibdi. Men bitta qo'llar turadi. Shularni otib tashlayman. Mana bu bola Umidjon. Nima qilyapti bu Umidjon? Otib tashlayman buni. Bir xil joni qolib ketdi. Qayerga ketdi u? Men bu bolani otamiz. Qochib ketyapti. Bular hammasi qo'rqyapti-da mendan bolalar. Men bu bo'riya. Matisi. Qanotlari ham chiqib turibdi bolani. Ustiga chiqib olay. Bu bola ham bir bo'lmaydigan bola ekan bu. Bor ketavermayli, ket. Nima qildi bu endi? Yana o'ldimmi? Yana endi kasalxonadan chiqaman. Sizlar, mana biz harbiy qismga yetib keldik. Ana kasalxonadan chiqib, mana bu yerda odamlar bor ekan. Harbiylar endi bularni hammasi. Bularni hozir men yo'q qilaman hammasini. Yokida qamashadi yoki qurbon bo'laman. Mana bu bola juda asabga tegyapti. Yo'q qilaman buni. Mana bola birinchi harbiy minus. Bitta kill qildim. Bularga tegmaychi. Nima qilyapti bu? Bazasiga kiramiz bularni. Bazasiga kirib hujum qilaman. Mana ketdik. Mana yuqorida turgan 2-3 ta bolani bosib tashlamasam. Mana 2 ta bola bu yoqqa kellaring.
haqqimi xos. Men shu ikkitasini osib tashlashim xos. Qani sekin o'tiramiz. Avtoturni yo'q. Men buni o'tamiz. Sразу öldü. Açılboyev, uyam öldü. Steven Jobs. Seni ham o'taman. Yapmayın, ketdik. Tashima yana bilan qanday qurol yuzta mayli 200 ta oliy kerak bo'ladi. Qani kellaring bu yerga. Hazirat shekilli. Vallahi endi ahvol juda yomon. Do'stlar, mana biz hozir politsiya ushlab oldi meni va men bu o'z bazasiga olib ketyapti. Menimcha qamasala kerak olmadi. Endi davomini ko'ramiz, bolalar nima bo'lishini endi. Ketyapmiz hozir. Do'stlar, mana biz IGV binosiga yetib keldik. 102 harbiylarni, politsiyachilarning joyi bu. Shunda endi qamasalar kerak, katta ehtimol bilan. Hozir mana bir nimalar qilyapti. Men bu mendan oldingi ana kriminalni qamamoqchilar shekilli tushiryaptilar. Men hali tushira olmayapman. Nargiz Zokirova degan umuman bir haydashni ham bilmas ekan, yo'lda o'zi ko'rdim. Men bu IGV lideri videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bir xodimlaringizni bir o'qigandan, bir tushunadigandan ishoniy maslahatim. Zo'rdan tushirdi biroq Nargiz Zokirova degan. Olib kiryapti mana. Arzamas politsiyasiga keldik. Mana KPKga keldik. Qamoq. Kattaroq odamlar kelishi kerak. Nimadirlar qilmoqdalar. Bu anaqa tergov qilmoqchimi? So'kinyapti, osushlar bilan so'kinmay. Omonjon Qulbayev degan kim ekan bu? 9 o'xshaydi. Arzamas politsiyasida. Nima demoqchi bo'lar? Nima qilyapti u bolalar? Endi shu ham politsiyaning ishimi bu? Bir o'ylab ish qilsanglar bo'lmaymi? Qamasalar qamasin. Do'stlar, mana zo'rg'a meni bu qamoqqa olib kirishyapti. Qidiruv ham berdi. 6-darajali. Hozir qamayaptilar meni bolalar. Endi kriminal hayot shunaqa. Qamalasizlar, chiqasizlar, qamalasizlar. Shtrab yozadi politsiyachilar. Adminlar demorganga tiqadi. Ban olasizlar, varin olasizlar. Mana qamoqqa jo'natildingiz deydi. Yarim soatlik qamoq berdi. Do'stlar, endi shu bilan videomiz tugadi. Keyingi qism qanaqa bo'lsin, nimalar chiqsin, yozib qoldiring. Like, obuna esingizdan chiqmasin. Hammaga omad. Sizlar bilan Grant Franklin bo'ldi. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Hammaga xayr.